Sofiya va sehrli kitob. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Eski sandiq ichida chang bosib yotgan sehrli kitob bor ekan. Bu kitobni hech kim ocha olmas ekan. Faqatgina toza qalbli bolagina uning sehrli betlarini o'qib, mo'jizali dunyoga kira olar ekan. Bir kuni kichkina Sofiya o'zining o'yinchog'ini qidirib, bu eski sandiqni ochib yubordi. Uning ko'zlari zumda oltin qirrali, yaltirab turgan kitobga tushdi. Sofiya asta kitobini ochdi va to'satdan shosh hamma narsa aylana boshladi. Ranglar uchib yurdi, shirin musiqalar yangradi. Sofiya o'zini sehrli dunyo ichida topdi. Bu dunyoda hayvonlar gapirardi, gullar raqsga tushardi, osmondan konfet yog'ardi. Sofiya bir zumda yangi do'stlar orttirdi. Miyo ismli kulgili mushuk, Shasha ismli qanotli kitob va Bobi ismli konfetdan yasalgan qushcha. Shasha sehrli kitob Sofiyaga dedi: "Agar sen bu dunyodan mehr, do'stlik va sabr topa olsang, haqiqiy sehrni o'rganasan." Sofiya har kuni do'stlariga yordam berdi. Daraxtga chiqib qolgan mushukchani tushirdi. Yomg'ir ostida qolgan konfet qushchaga soyabon yasadi. U mehr va sabr nima ekanligini yuragi bilan his qildi. Va nihoyat kitob yana porladi. Shasha pichirladi: "Sen sehrni topding. Endi istasang uyingga qaytishing mumkin."